Navbatdagi mashinamiz Cobalt 2014-yilda ishlab chiqarilgan 300 ming o'zini halol probegi. Xo'p, mashinamiz delfin rangida, kraskalari top-toza ekan, balonlar yangi 4 ta balon taqilgan ekan. 90 talik metan gaz baloni ham bor ekan. Gazda, benzinda muammosi yo'q yuradi deyishyapti. Xo'p, bu arqa ikkita eshik mexanika, old pol lyuksmi, shunaqa pozitsiya birinchi chiqqanlaringcha. Patologlarni ko'ja tortib, chiroyli qilib qo'yibdi akamiz. 300 ming o'zini halol probegi ekan. Mashinani motor hadoyida, texnik ishlari yo'q deyapti. Holati yaxshi holatda. Motorlar moy yemaydimi aka? Qanaqa kamchiligi bor? Qanaqa rasxodlar? Motorlarni ham cho'p tayyorlab qo'yibsiz. Akkumulyator yangi, 5 ta balon yangi. Akkumulyator yangi, 5 ta balon yangi. 5 ta balon yangi. Pulchi buni pul nima deyapsiz? 7400 so'raymiz, 7400. Kami? Endi realni oladigan bilan kelishdik, beramiz gaplashib. Yaxshi ekan, mashinaning holati yaxshi holatda turibdi ekan. Tomchi kraskasi. Kraskalari ham top-toza ekan. Bozor nechta qildi buni akajon? So'rab ketishyapti endi. So'rayapti, lekin savdo qilishmadi. Ha, kech bo'lmadi. Ha, yaxshi. Telefon nomer 50 50lik 007 007 65 65 00. 00 ha. Telefon qilsa chiroyli narxda kelishtirib beraverasiz.